Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Alaykum assalom. Saidova Qizigul, 61-yil. Respublika Tojikiston, Xo'jand shahri. L4 L3'te 03 protruziya, L4 L5'te 04,5 grija L5 S1'da 04 milimetre grija. Qachondan beri? 4 yil bo'lib qoldi. 4 yilda bo'lib qoldi. Qayoqqa og'riq Boshlab beryapti? og'riganimda mana shu belimdan, oyog'imdan umuman tortib yurolmay qoldim-da. 4 yil bo'ldi-da endi o'sha og'riq. Oyoqni sonidan beryapti, pastga qarab og'riqni? Mana shu beldan. Belni o'zidan beryapti. Beldan. Pastgacha. Mana shu. Uvushadimi? Nima qiladi? Mana shu yerdan tortib qoladi, mana shu bitta tomdan. Qiziqcha bo'lib tortib qoladimi? Tortib qoladi. Davolanib ko'rdingizmi biron joyda? Ha, boshlab og'riganimda shu o'zimiz Tojikistonda bor, o'shda yotdim. Umuman qimirlolmay qolgan edim. 10 kun yotdim, yaxshi bo'lmadi. Yana 5 kun qo'shdi. Qarab yotdi qizim 1-3 kun. Qaysi yil edi u? Shu 4 yil bo'ldi-da. Bir marta yotdingizmi 4 yil ichida? Yo, endi har oy 6 oyda olib turaman-da endi. Fizlecheniyaga yotib turaman. O'zgarasizmi undan keyin yaxshi tomonga? Ha, yaxshi bo'ladi. Yana oylar o'tib, yillar o'tib, yana to'y qilamiz, ma'raka qilamiz, og'ir ish qilib qo'yamiz, ko'p qimirlaymiz. O'shanda yana og'riq paydo bo'lib qoladi-da. Mana o'rningizdan turing, bu yoqqa qarab, kameraga qarab bir o'tirib ko'rsatingchi, ko'ray. O'tiring. Shunday, turing asta. Og'riq qayerga beryapti hozir? Shu belda bor-da. Belda bor-a? Endi to'xtang, engashib ko'rsating endi. Engasha olasizmi pastgacha? Ha, yaxshi. Turing. O'tiring. Tushundim. Davolash vaqtimiz cheklanmagan bizda. 10 kunlik edi u bolnitsaysiz. Masalan, yaxshi bo'lasiz, yaxshi bo'lmaysizmi, 10 kun yotasiz, ketaverasiz. Bu yerda ertaroq ketishingiz mumkin. Bu yerda kechroq ketishingiz mumkin. Balkim 15 kun vaqt o'tar, balkim 10 kun o'tar, balkim 8 kun o'tar. Shikoyatingiz yo'qolib qolsa, boyagi og'rig'im yo'q, hozir aytyapsiz, bor deyapsiz. Agarda ertaga ketayotgan paytingizga to'g'ri kelib qolib, og'rig'ingiz yo'q bo'lsa, o'sha kuni javob so'rang. Bo'ldi, tugadi meniki, og'rig'im yo'q deb. Tushundingizmi? Muolajalar bor bu yerda, fizlecheniyalarimiz bor. 2 mahal bo'ladi, ertalab, kechqurun. Yotoqxonamizda hamma sharoitlar qilingan bu yerda, ko'rasiz. Wi-Fi hamma narsa bor. 3 mahal ovqatingiz beriladi. Keyin boyagi lecheniyalar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Sizniki. Saidova Qizilgul, 61-yili, Tojikiston Respublikasi, Xo'jand shahri. Siz ham bel og'riq, oyoq og'riq bilan keldingiz, ha? Endi yozyapsiz, qarang. Saidova Qizilgul, 4 yildan beri buyon oyog'imdan, belimdan tortib og'riq bo'ladi. Tomir tortib qoladi. Chap oyog'im deb qo'yibsiz. Asabim tez buziladi. Chap ko'zim qovog'imga qarab tortadi. Boshim og'riydi. Orada davleniya chiqadi. Qornim dam bo'ladi. Oshqozonim ham damga o'xshab turadi. Buyragimda o'ng tomonda ko'p og'riq bor. 17 aprel kuni 25-yilda yozgansiz bu xatda. Endi bir chekkadan 4 yildan beri og'rigan oyog'ingiz, belingizdan tortib og'riq berayotgan og'riqlar bormi? Bellarimda og'riqlar qolmadi, yaxshi. Belingizdagi og'riq yo'q demoqchisiz. Yo'q. To'g'ri. Endi tomir tortyaptimi oqshom? Oyog'imda kam. Uydagidan farqi bormi? Ha, oldingidan kamaydi. Kichik kamaydimi, ancha kamaydimi? Kamaydi. Bemalol Havo
unaqa bulut bo'lsa Ya endi men tushunaman-da, bu oyoq og'riq Hmm. boyagi tomir tortishida og'ir narsada, o'sha narsaga Hmm. shu yerda o'zida qiynalib qolgan joyingiz yo'q, havo bulut bo'ldi-ku arada. O'shanda Salgina jimir bilan o'tib ketdim ya. muzlaganga o'xshab jimir qilib, Oyog'ingiz isidimi endi? oyog'im ancha isib qoldi. Isib qoldi. Asabim tez buziladi. Bu yerda xonadonda hamma jim tinch yuradi. O'shanga ko'nikdingizmi? Asabi joyiga tushdimi? Ha. Ha? Tushdi demak, ha? Chap ko'zim qovog'imga tortib turadi. Nima o'zgardi bunda? Yaxshi, tinch bo'lsa tinch. Har zahoti bo'ladi-da, u bir narsadan sal asam buzilsa. Qani 10 kundan beri biron marta bo'ldimi? Shu ish. Bu Bu yerda bo'lmasa, uyda ham bo'lmaydi. Siz o'ylamang, shu yerda bo'lar ekan, yo'q bo'lar ekan, uyga borib yana boshqadan rezinkada qaytib kelaman ekan. Yo'q, shu yerda uyda ham shunday emas. Tak. Yo'q demak, ha? Ya bormi? Qovoqqa tortyapti unda sal. Yo'q. Nimaga shunday bo'ladi? Mana asabingiz buzilmagani hisobiga bo'lyapti-da bu. Bir-biriga bog'liq. Bosh og'riqchi. Bir marta sitramon yedingiz? Undan keyin yeganim yo'q sitramon. Sitramon yemadim, paracetamol yedim. Ha, isitmagan. Davleniyangizchi? Bir marta o'lchaganimizda baland edi kelgan kuningiz. Endi shundan keyin yeganim yo'q davleniyadagi. Demak, boyagi sezgi bermagan davleniya. Ichaklar yaxshi tozalansa, odam davleniyasi normal holatga tushadi. Qorningiz dam bo'lyaptimi endi? Yo'q. Hali ham? Yo'q. Yo'q bo'lib qoldi ya dam. Yo'q bo'lib qoldi. Barakalloh. Oshqozonim ham damga o'xshab turadi degan joyingiz bor edi. Oshqozonda o'zida qattiqlikmi, mana bunday bir noqulaylik narsa ketdimi? Ha, ketdi. Ketdi. Buyuragingizda og'riqchi? Yuragimda ham og'riq qoldi. Kam har zahot. Shu yerda o'zida. Salkam 90% ishini qildi. 5% dan qoldi. Buyrakning ozroq qana ishi. Endi sizga ham shu savol. Xo'jayingiz jo'natdi. Shuncha yo'lga borib, shuncha yo'l bosib keldingiz hozir. Uzoq yo'l baribir. Tojikiston Respublikasi Xo'jayin shahri. Chegara o'tdingiz, boshqa davlatdan kelyapsiz. Afsus emasmisiz shu yerda davolanganingizga? Yo'q. Yaxshiman, Xudoga shukr. Xudoga shukr, yaxshisiz-a? Sog' bo'ling. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Siz ham rozi bo'ling mehnatingizga. Men ham roziman. Ko'p yashang, sog' bo'ling. Bolalarda huzurni ko'rib, nima niyatingiz bo'lsa, niyatingizga yetib, ishlaringizda rivojini bersin. Bergan xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Salomat bo'ling. Yaxshi yetib olinglar. Har kuni turnik. Turnik deganda osilmang. Просто mana bu turnik oyoqni uchida ko'tarilib turish kerak. Oyoq tovonni ko'tarsangiz bo'ldi, oyoq yerga tegib tursin. O'g'illaringizga ayting, menga shunday baland emas turnik qilib berdi, shuncha cho'ziling. Mana shunchagina. Cho'zilib turavering, unda ancha uzoq turasiz. Har kuni 3 marta ertalab turganingizda mana tirishib qoladi badaningiz. Shu paytda turib, bir 5 minutlar turib bering. Bu sizning fiziologiyangizga boshqa talab qilmayman. Bitta ham yoqa bu yoqqa o'tganingizda bel qota boshlaydi-ku mehnatdan. Astagina turib bering. Tovonni ko'taringda oyoqni uchida turing. Unda uzoqroq turasiz. Keyin astagina tushingda shizib ketavering. Kechqurun ham shunday. Bu 2 oy davomida qilinadigan narsa. Chunki men ochdim, ichkari kirdi. Kirgandan keyin boyaga narsa tegmay qoldi. Tegmay qolgan uchun og'riqlar yo'qoldi. Lekin siz tikka yurganingiz hisobiga sizda grija badaningiz, tanangiz o'zi bilan bosadi-da, xuddi ana ko'rpa taxmon, tepadagi taxmon pastni bosadi-ku, ezadi. Shunday ezadi-da. Shuni ezmaslik uchun oddiy mashq, ochishga ochib edim. Tushundingizmi? Mana shunday mashq qilib tursangiz bo'ldi, kifoya. Keyin joyi qotib qoladi boyagi. O'sha ezilganiga ham qaramaydi-da. Hozir 2 kun dezilar. Nimaga sizni muolajadan keyin sira javob bermayman dedim. Moshinga borgandan keyin lik ketib ana yerga borib so'kinib qolasiz. Og'riq paydo bo'lib qoladi. Chunki 2-3 soat likillash bo'lmaydi-da o'zi. Tushundingizmi? Bo'ldi. Ehtiyot qilasiz o'zingizni. Boshqa hech narsa aytmayman, boshqa hamma narsasini, har narsani og'zingizga solavermaysiz. Boyagi dori-darmon deb turib, o'zingizda faqat davleniya dorisiz, sitramon bo'ldi. Oddiy narsa. Kuchli dorilarni og'riq qoldirayotgan, bosh og'riq qoldirayotganini ichmang. Jigarni titratib yuborasiz. Paracetamol ham mumkin emasmi? Yo'q, mumkin. Paracetamol nimaga qilinadi, bilasizmi? Temperaturani pasaytirish uchun. Deylik, temperaturasi ko'tarildi. Sezyapsizmi? 37 bo'lib qoldi. Paracetamolni olib yutib oldingiz. Risk pasayadi. Arada 3 kun vaqt o'tgandan keyin yana apshu boshlanadi, yana temperaturasi ko'tariladi. Endi ikkovimiz shu ishni qilyapmiz. Ikkovimiz ham birdaniga shamollab qoldikda, ikkovimiz temperaturamiz ko'tarildi. Men paracetamolni ichmayapman-da,
temperaturani 38 gradusga chiqqanicha kutib turibman. O'shanda menda immunitet hosil bo'ladi, temperaturani yengish uchun. Sizda hosil bo'lmaydi, sira og'zingizga solsangiz. 38 gacha chidab turishingiz kerak. 38 dan keyin uddasidan chiqa olmasangiz, organizm o'zi pasaytirmasa, unda bitta paracetamol yeysiz yoki ukol olasiz. Esingizda bo'lsin. Chunki har bitta nojo'ya yeyilgan paracetamol sizning immunitetingizga dars ketkazadi. Siz bir oyda bir kasal bo'lmaysiz, 3 kunda bir kasal bo'laverasiz. Chunki o'zingizda ana u yo'q. Paracetamolga nima isitmani tushiradigan o'zingizda qobiliyat yo'q bo'lib qoladi. Uni o'rniga dori bilan tiqib tashlaganish uchun. Shuning bizlar nimalar ham, bizlar ham aytamiz, mediklar ham aytadi, iloji boricha temperaturani yengishga odamni o'zi nima qilsin, javob bersin. Temperaturani uddasidan chiqmasa, keyin paracetamol ichinglar majbur. Ungacha ichmanglar. Sizlar esa sarazu salgina ko'tarilma, tushirib qo'yasiz olasizlar. Shuning uchun nimjonsiz. Shuning uchun mana shunday bir anaqa nima deydi, yaroqsiz bo'lib qolasiz. Tushundingizmi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling.